Hop, bu Al-Qosimiya universitetining yigitlar uchun mo'ljallangan fakultetlari. Birinchisi bu kommunikatsiya. Bu hop ikkinchisi Qur'on yo'nalishi fakulteti, uchinchisi aloqa kolleji, ya'ni fakulteti va to'rtinchisi oxiri islomiy yo'nalishlar. Hop, barchaga assalomu alaykum. Hozir Sharja shahridagi Qosimiya universitetidaman. Bu Qosimiya universitetining hovlisi. Hop, ma'lumot beradigan bo'lsam, Qosimiya universitetida hozirgacha 1800-1500 tagacha talabalar o'qishadi. Mana shunday katta universitetda. Hop, mana bu chap tarafda qizlar uchun mo'ljallangan. Mana chap taraf, panjaraning orti. Bu joyda fakultetlar, har bitta binoda fakultet bor va restoran qismi bor va bu binolarning ortida yotoqxonasi bor. Qizlar alohida turishadi. Adashmasam qizlar 800 yoki 700 ta qizlar bor, o'qishadi va bu o'ng tarafda erkaklar uchun mo'ljallangan. Mana orasini ko'ryapsizlar masofani. Mana bu o'zining fakulteti bo'lsa, mana bu qizlar fakulteti. Orasida mana shunaqa tafovut bor va har bitta kirish joylarida qorovul bo'ladi. U ana ko'rdinglarmi? Ayollar kiradigan joyda ham mana qorovul bor. Turibdi. Begonani kiritmaydi, yigitlarni kiritmaydi. Hop, bu joyda ham shunaqa qorovul bor. Hop, yigitlarga masalasi keladigan bo'lsa, u yigitlar Qosimiya universitetida o'rnida turishadi ana. Hozir aytgan boraman, ko'rsataman. Mana bu joyda ko'rdinglar. Hop, yigitlar ular ham 800-600 taga yaqin yoki 1000 taga yaqin o'qishadi. Hammasi bo'lib ancha odam o'qiydi. Hop, Qosimiya universiteti asosiy bino qaysilari desanglar, asosiy binolar, ya'ni tadbirlar o'tiladigan joy mana bu hisoblanadi. Mana bu joyda tadbir o'tadi. Mana. Hozir nimaga talabalar yo'q desanglar, talabalar shuni bilib olinglar, haftada 4 kun darslikda bo'lishadi. Hop, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari darsda bo'lishadi. Va payshanba kuni ham darsda bo'lishadi. Juma, shanba, yakshanba kuni talabalar dam olishadi. Hop, hovlisini ko'ryapsizlar. Bu joyga begonani kiritmaydi. Ko'chadan sizlar kelib turib, men kiraman desanglar, bir sababsiz sizlarni kiritmaydi. Men endi qanoq qilib yuribman desanglar, bu joyda o'qiydigan talaba bor, do'stimiz. Mana shu joyda o'qiydilar. O'shalarni ruxsatlari bilan kirdim bu joyga. O'sha kishi chiqdilar, ishing tagiga talabalik vizalarni, IDlarni ko'rsatdilar. Meni kiritib yubordi ichkariga. Birgalikda kirdi. Ularni ham agar rozi bo'lsalar ko'rsataman. Hop, kishi O'zbekistondanlar. O'zbekiston fuqarolari ham o'qiydi bu joyda desa, ha, o'qiydi. O'zbekistondan adashmasam 20 ga yaqin talaba o'qiydi. Ma'lumot shunaqa berdilar. 20 ga yaqin talaba bor. Uning ichidan 10 tasi qiz bola. Qiz bola talabalar mana bu joyda o'qishadi, yuqorida aytganimdek. Oran ko'ryapsizlar. Alohida kampuslarda dars beriladi. Qizlarga ham, yigitlarga ham. Alohida bino, qizlarga, yigitlarga alohida bino. Hop, mana bu bo'lsa masjid bu. Mana. Hop, masjidga ham faqatgina yigitlar kirishi mumkin. Juma bo'ladimi, boshqa namoz vaqtlariga faqat yigitlarga mo'ljallangan. Qizlar o'zini tarafida o'qishadi. Endi qachon birgalikda bo'lib olinadi? Misol uchun, taroveh paytlarida, boshqa paytlarda katta mana bu yig'ilishlarda masjidda birga bo'lib olinadi. O'shanda ham ikkinchi qavatda ayollar, birinchi qavatda erkaklar bo'ladi. Hop, mana bu bino tadbirlar zali. Hop, qanaqadir kattaroq tadbirlar bo'lsa, mana shu joyda o'sha tadbirlar o'tkaziladi va o'sha paytda ham yigit qizlar birga bo'lib qolishadi. Faqat o'shanda alohida joyda o'tirishadi. O'sha nazoratchilarning ostida. Hop, bu joy kirib oladi, mana kiriladigan joyi. Xo'sh, hozir bugun yakshanba. Talabalar ichkarida ovqat mahal bo'lib qoldi. 12:30 da 10 daqiqadan keyin ovqat boshlanadi, chiqishadi. Hop, mana bu joyda talabalar dam olish uchun mo'ljallangan joy. Misol uchun 3 kunlik dam bo'lsa, talabalar o'zlari chiqib maydonda to'p o'ynashlari mumkin, futbol, boshqa narsalarga mo'ljallangan katta mana maydon. Hop, mana bu fakultetlarga ham borib ko'rsataman hozir. Bizda peshin kirdi. Hop, Sharja qayerda desanglar, Sharja shahri bu mana bu Dubay shahrining oldida joylashgan.
Birlashgan Arab Amirliklariga qaraydigan davlat shahar hisoblanadi. Peshinga azon chaqiryapti. Hop, bu Qosimiya universitetining yigitlar uchun mo'ljallangan tarafi. Men bu kommunikatsiya fakulteti bo'lsa kerak. Bu bitta fakultet. Nariroqda yana bitta fakultet. Hop, men bu yigitlar turadigan joy mana. Ko'rib olinglar. Hop, qaranglar, yigitlar turadigan joy. Mana shu joyda o'qiydigan o'zbek talabasi aytishlari bo'yicha har bir xonada ikkitadan hammom bo'ladi va 3 ta, 4 ta, 5 tagacha yotish joylari, yotoq joylari bo'ladi. Hop, qaranglar, birgalikda bitta davlatni qo'ymaydi. Sababi nimaga desa, bir-birining madaniyatini o'rgansin, bir-birining tilini o'rgansin, faqat arab tilida o'rgansin-da, o'sha arabchada gaplashsin-da, arabchasi yaxshi bo'lsin degan ma'noda bitta davlatni bitta xonaga qo'ymas ekan. Misol uchun, hozir men bir turgan bitta do'stimizning xonalarida ham o'zbek, bitta o'zlari xitoylik va misrlik yotishar ekan. Xitoylik, misrlik o'zlari yotar ekanlar. Men bu joyda yotadilar u kishi. Bu binolarga bo'lingan bitta korpus bo'lsa, bu ikkinchi korpus. Bu yigitlar uchun. Endi biz qiz tarafga kira olmaymiz, qizlar tarafga mumkin emas. Ichkariga men bu joyda kirishda ham yuqorida aytganimdek nazorat bilan kirgizmadi. Yarim soat ushlab o'tirdim men. Kimsan, nimaga kelding? Pasportingni ber. Deb pasportimni olib qoldi. Men bu joyda o'qiydigan talaba aytishlar bo'yicha oldin 2 yil, 3 yil oldin yiliga 2 marta qabulini ochar edi. Hozir 1 yilda 1 marta qabul ochadigan bo'lib qoldi deb shunaqa xabar aytdilar. Hop, men bir restoranda hozir ovqat tushlik beriladi. Betga ham ID bilan kiriladi. Talaba ID'sini ko'rsatadi, kiradi. Bu restoran mana. Restoran deb yozib qo'ygan matam. Hop, buni keyin ko'rsatamiz, chunki nazoratchisi bor. Kirgizmaydi baribir bizni. Talaba chiqqanlarda birga kirib ko'ramiz balki. Hop. Endi men bu College of Arts, san'at kolleji mana. San'at fakulteti. Tasviriy san'at, misol shunaqa narsalar bo'ladi. San'at deganda ana nima deydi, cholg'u asboblar tushunilmaydi. San'at hammasi kirib ketadi. Tasviriy san'at, rasm chizish, grafika, misol uchun dizayn, hammasi san'at. Mana men bitta yozib qo'yibdi. Faqat yigitlar uchun boys qilib qo'ygan. Yigitlarga mo'ljallangan. Yuqorida aytganimdek, mana fakultetdan chiqqandan keyin jon tam olish joylar. Hop. Universitet haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, 20 yoshgacha cheklangan yosh, 20 yoshgacha hujjat topshirish mumkin. Oylik stipendiyasi GPA degan tizim bor ekan. O'sha 2.0 dan yuqori yoki 2.0 bo'lsa, sizlarga so'mda hisoblaganda 5 million 300 ming so'm oylik stipendiya chiqar ekan. Agarda sizniki 2 dan past bo'lsa, misol 1.95 bo'lib qolsa, o'sha yopadigan bahoyingiz. Sizniki boshqacha, ya'ni 1000 dirham chiqadi. 1000 dirham 3 million 300 ming atrofida, 3,5 million atrofida bo'ladi. Bu demak o'sha fakultet ekan. Ko'rdinglar? Demak, 2 ga yoki 2 dan oshsa 4 gacha yig'sanglar, sizlarga 1,5 ming dirham chiqarib berar ekan. Stipendiyani, yo pastroq bo'lsa 1000 dirham chiqarib berar ekan. Men bu boshqa fakultet. Bu boshqa fakultet, islomiy yo'nalishlar fakulteti. Bu san'at yo'nalishi, kommunikatsiya. Men bu joyda ko'ra olmadim. Ikkinchisi ham fakultet. Restoranning oxirida, orqasidagi. Men bu restoran, men bu turadigan yotoq joylar va men bu to'g'rida Qur'on akademiyasi. Mana shu talabalar agar Qur'onni to'liq yodlashgan bo'lsa, o'sha joyga borib, rasmiy holatda universitet qoshida ochilgan o'rganishlar mumkin ekan. San'at fakulteti. Hozir bugun damligiga xonalar yopiq. Men bu har bitta binoda shunaqa ibodatgohi bor ekan. Mana namozgohlari. Xo'p. Bu san'at fakultetida o'sha san'atga oid, misol uchun tasviriy san'at, boshqa media sohasi o'shalar o'rgatiladi. Mana tashqi taraf ko'rinish mana. Ertadan gavjum bo'lib ketadi mana shu talabalar bilan to'lib. Bu joydan boshqa fakultetga o'tiladi. Bu Al-Qosimiya universitetining talabalar uchun ajratilgan turar joy hisoblanadi. 2 qavatdan iborat 2 kishilik joylashuvdan 5 kishilik joylashuvgacha xonalar mavjud.
bitta xonada hammasida deyarli ikkita sanuzel bo'lar ekan, ya'ni hammom bo'lar ekan cho'milish uchun. Hop, bu joyda bitta mana shu joyda sport zal bor. Ikkinchi kampusda odamlar ham mana shu joyga kelishar ekan sport anaqasiga, sport zaliga va boshqa har bitta binolarning ichida o'zi dars qiladigan alohida katta-katta xonalari bor. Ichkari kirib ko'rsataman yo'lini. Hop, bu yotoqxonaga kirish joyi. Talabalar bo'sh vaqtida mana shu joyda shug'ullansa bo'lar ekan, hordiq chiqarib. O'ng joyda kichik futbol o'ynaydigan joyi. Bu joyda tennis. Qisqasi talabalar bo'sh turishmaydi. Hammalar band bo'lishadi doim. Mana bu joyda qilgan ishlari mana bu joydan ko'rsatilyapti. Qur'on akademiyasi Qosimiya universiteti qoshida ochilgan akademiya. Hop, bu joyda ham yigitlar darsdan tashqari kelib Qur'on darsliklarini olishlari mumkin ekan. Faqat yigitlarga mo'ljallangan. 30 porani to'liq yodlagan bo'lishi kerak. Bu joyda sizlarga Qur'on yodlatmaydi. Uni o'qilish qoidalarini o'rgatadi mana joyda. Mana Emirat bayrog'i. Qosimiya universiteti mana bu yoq, ko'rdinglar? Masjidi. Katta joy mana. Kirib ketgan. Qur'on akademiyasi. Qosimiya universitetining ichida yana bir ajabtovur narsa, Qur'on akademiyasi bor. Mana Qur'on akademiyasining ichida muzey bor ekan. Bu 5 asr oldin ilingan kisb ekan Ka'batullohga. 500 yil bo'libdi shunga, mana qaranglar. Haqiqiysi hech qanaqa nusxasi emas. Mana boshqa narsalar ham turibdi. Qo'shimchalar. Hop, masjid faqatgina yigitlar uchun mo'ljallangan. Ikkinchi qavatda ayol qizlar uchun mo'ljallangan. Qachon ishlaydi u? Faqat o'sha taroveh va Ramazon oylarida ishlashi mumkin. Mana bu joyda mana ayol qizlar kirish mumkin. Orqa tarafdan ayol qizlar kirsa, oldi tarafdan yigitlar kirishar ekan. Ikkinchi qavat ayol qizlar mo'ljallangan. Hop, masjid doim ochiq turmaydi. Faqat namoz vaqtiga ochiladi va 40 daqiqadan keyin yopiladi. Masjid juda ham katta. Mana